islom mo'jasi o'qib turdimda, shunda yadan biyadan qo'lma-qo'l tengma-teng degan qoida borda, pul almashtirish bo'yicha. Ya'ni dollar bo'lsa dollar, so'm bo'lsa so'm qaytarish kerak degan qoida bor. Yadan biyadan tengma-teng qo'lma. Yaponiyada bilan Germaniyada shu narsa bor. O'z vaqtida aytilgan uchrashuvga paydo bo'lish. Biz 25 minut kechikib boramiz. Ular 25 minut oldin, Amerikaliklar 15 minut oldin boradi. Koreyaliklar 10 minut oldin boradi. Germaniya bilan Yaponiyaliklar o'z vaqtida bo'ladi. Qanday qilib desa, boradigan joyga 1 soat oldin borib turganda uzoq chekkaroqqa uchrashuv bilan kafshop uchrashish kerakmi? Sherigi bilan. Uzoqdan kuzatib turgan sherigini noqulay vaziyat solmaslik uchun ro'pparosa 1 minut oldinga to'g'ri o'sha 8:00 ga uchrash kerakmi ertadan 8:00 ga o'sha nuqtaga borib ekan. Ana. Aslida qadriyat qayerda? Anaqa. Mana aytmoqchi bo'lgan narsam odatlarni o'zgartirishimiz kerak.